Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Alloh taoloning madadi bilan sizlar bilan Ramazonga tegishli bo'lgan Xoliddin Mahmud Juhani hafizahullohning bir kitoblarini darsga boshlagan edik. Alloh taolo mana shu qilayotgan darslarimizni Alloh taolo davomli qilsin. Alloh taolo hammalarimizni Ramazon oyiga yetkazsin. Mana bugun Jumadul Ulaning 26-kuni. O'tgangi darsimizda sheyxni bir sarlavhalarini boshlagan edik. Kayfa nara ash-shurur wa ma'asi taqa fi Ramazon kathiran. Falaw kanat ash-shayatin musaddifatun lama waqa'a sharrun. degan bir sarlavhani zikr qilgan edi. Mana shu sarlavhaga bir qancha savolga javoblar bergan edi. Shunda ikkitasini aytib o'tgan edik. Endi bugun uchinchisidan davom etkazamiz. Bu sarlavhada aytadiki, biz Ramazon oyida ko'p yomonliklar va ma'siyatlarni sodir bo'layotganini ko'ramiz deydi. Yuqoridagi hadislarda shaytonlar kishanband bo'lishligi, jahannam eshiklari qulib bo'lishligi, jannat eshiklari ochiq bo'lishligini, shaytonlar kishanband bo'lishini aytdik. Mana bu joyda shaytonlar kishanband bo'lishligini aytyapti. Shaytonlar kishanband qilinsa, biz gunoh ma'siyatlar Ramazon oyida ko'p bo'layotganini ko'ramiz. Nima uchun bu gunohlar sodir bo'ladi deb sallohi keltirdi. Bunga 3 ta javob bergan. O'tgan darsimizda birinchisi, ikkinchisini aytib o'tgan edik. Bugun uchinchisidan davom etkazamiz. As-salis ayakunu hada al-ikhbaru an g'olib ash-shayatin. Aytayaptiki, mana bu so'zlar, mana bu shaytonlar Ramazon oyida gunoh ma'siyatlar qilishi ko'p bo'lishiga mana bu xabar shaytonlarning ko'pligidan. Mana bu xabar shaytonlarning ko'p ekanligidan. Wal maradatu minhum, bu shaytonlardan shunday bir gunohlar ko'p bo'ladigan qaysar shaytonlar bo'ladi deyapti. Shaytonlar ichida. Va amma man laysa min al-maradati faqat la yusaddifu. Ammo mana shu shaytonlardan yomon bo'lmagan shaytonlar ham bo'ladi deyapti. La yusaddifu, ular kishanband qilinmaydi. Masalan, yoshi katta, bir zaif shaytonlar, yo'qsa yoshi kichkina bo'lgan shaytonlar bo'ladi. Ular yuqorida aytilganda shaytonlarday bo'lmaydi. Masalan, yoshi o'tib bo'lgan shaytonlar bo'ladi. Ular ko'p gunohlarga musulmonlarni vasvas qila olmaydi. Lekin mana yuqorida aytilgan maradatu minhum dedi. Yomon o'jar shaytonlar bo'ladi deb. Gunoh ko'p yuradigan. Wal maqsudu taqdilu shururi wal fawahish. Mana bu hadisdan, mana bu so'zlardan maqsad yomonlik va fawahish, fahish ishlar oz bo'lishligi Ramazon oyida. Va hada mavjud fi hada shahr Ramazon. Mana bu Ramazon oyida mana shunday gunoh ma'siyatlar bo'lishligi bu mavjud deyapti. لأن وقوع الشرور والفواحش فيه قليل بالنسبة إلى غيره من الشهور. Chunki Ramazon oyida gunohlar, ma'siyatlar sodir bo'lishligi Ramazon oyidan boshqaga qaraganda nisbatan ozroq bo'ladi. Ramazon oyida ham bo'ladi, lekin boshqa oylarga qaraganda ozroq bo'ladi. Yuqoridan shu birinchi, ikkinchi savollarga javob berganda roza tutuvchining o'ziga bog'liq bo'ladi bu degan. Roza tutgan odam rozani shartlariga, odoblariga rioya qilsa, shayton vasvaslari shaytonlarni shahvoniy narsalarga undashligi oz bo'ladi. Ya'ni shaytonlar bu odamga kishanband bo'ladi go'yoki. Lekin shartlariga, odoblariga rioya qilmasa, demak u odamlardan roza tutsa ham gunoh ishlar sodir bo'ladi u odamlar. Sababi nima? Shartlarga va odoblarga to'g'ri rioya qila olmaydi rozani. Shuning uchun u odamlardan shayton kishanband bo'lmaydi. Ya'ni shaytonlar odamni gunoh ma'siyatga undaydi. Yuqoridagi ana shu Ramazon oyida gunoh ma'siyatlar ko'p bo'lishligiga
3 ta savol berdi. Uchinchisi mana shu. Shaytonlar ichida zaiflar bo'ladi, kuchlilar bo'ladi. Gunoh ma'siyatlar boshqa oylarga qaraganda ozroq bo'ladi dedi. Ramazon oyida albatta gunoh ma'siyat sodir bo'ladi. Bu asr ro'za tutgan odamlarning o'ziga bog'liq bo'ladi. Mana shay aytadiki, "Man soma Ramazon musaddifan bi annahu haqqun mukhlisan lillahi azza va jalla g'ufirallohu lahu ma taqaddama min dhanbi." Shay aytadiki, qaysi bir inson Ramazon oyida musaddiqan Ramazon oyini tasdiqlovchi bo'lgan holatda albatta ro'za haq deb ro'za tutsa, Ramazon oyini musaddiqan tasdiq qiluvchi bo'lsa, albatta u ro'za haq deb va Alloh subhanahu va taolo uchun muxlis bo'lgan holatda ro'za tutsa, ufiralahu ma taqaddama min dhanbi, Alloh taolo uni avvalda qilgan gunohlarini kechiradi degan bir salloha keltiryapti. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: qaysi bir kishi Ramazon oyida iymon keltirib va ihtisaban faqat Ramazon ro'zasining savobini Allohdan umid qilgan holatda ro'za tutsa, غفر له ما تقدم من ذنبه. Alloh taolo uni o'tmishdagi qilgan gunohlarni Allohdan kechirib yuboradi. O'tmishdagi qilgan gunohlar kechirib yuboradi degani bu kichkina gunohlar. Katta gunohlarga inson istig'for aytishi kerak. Alloh taolo o'tmishdagi qilgan gunohlarni Allohdan kechirib yuborar ekan. Va yana shay sallohu keltiryapti: "Man qama shahr Ramazon musaddiqan bi anna haqqun mukhlisan lillahi ghufirallohu lahu ma taqaddama min dhanbi." Qaysi bir kishi Ramazon oyida Ramazon oyini musaddiqan tasdiq qiluvchi bo'lgan holatda albatta ro'za haq deb Ramazon oyida taravih namozida imomlar orqasida tursa, yuqorida ro'za tutsa dedik. Bu sallohada Ramazon oyida qoma taravih namozida imomlar orqasida tursa deyapti. Muxlisan lillahi, Alloh taologa muxlis bo'lgan holatda g'ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Alloh subhanahu va taolo uni o'tmishdagi qilgan gunohlarini Alloh taolo kechirib yuboradi. Alloh taolo o'tmishda qilgan gunohlarni kechirib yuboradi. Shayx bunga hadisda dalil qilib keltiradi. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam man qama Ramazon iymon va ihtisab ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar: qaysi bir kishi Ramazon oyida iymon keltirib va savobni Allohdan umid qilgan holatda imomni orqasida taravih namozida tursa, Alloh subhanahu va taolo uni o'tmishdagi qilgan gunohlarini kechirib yuboradi dedi. Va yana shay salloha keltiradi: "Man qama al-laylatul qadri musaddiqan bi annaha haqqun mukhlisan lillahi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Qaysi bir kishi Laylatul Qadr, ya'ni Qadr kechasini aytayapti. Mana shay 3 ta salloha keltirdi. Birinchisi Ramazon oyini o'ziga, ikkinchisi Ramazon oyida imomlar orqasida turib taravih namozini o'qisa deyapti. Uchinchisida Laylatul Qadr kechasida albatta tasdiq qilgan holatda albatta u Laylatul Qadr kechasi haq deb turib namoz o'qib imomlar orqasida tursa, muxlisan lillah, Alloh taologa ixlos qilgan holatda. Odamlar ko'rsin, odamlar eshitsin degan maqsadda emas, balki muxlisan lillah, har bir sallohada muxlisan lillah deb zikr qilyapti. Alloh uchun ixlos qilgan holatda, Alloh uchun qilsa, g'ufirallohu lahu ma taqaddama min dhanbi. Alloh taolo uni o'tmishdagi gunohlarini kechiradi. Yana hadis dalil qilyapti. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu an Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: "Man qama laylatul qadri iman va ihtisab ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar: qaysi bir kishi Laylatul Qadr kechasi iymon keltirib Alloh taoladan savobni umid qilgan holatda namoz o'qisa. Namoz o'qishi ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Masjidda turib jamoat orqasidan namoz o'qisangiz Laylatul Qadr kechasida
yoki masalan bir uzrlar sababdan uyda namoz o'qisa, ikki holatga ham tushadi. Ufira lahu ma taqaddama min zambi, Alloh subhanahu va taolo uni o'tmishdagi qilgan gunohlarini Alloh taolo kechirib yuboradi. Mana Sheyx 3 ta sallohi keltiryapti, uchog'ida ham hadislar zikr qildi. Uchoq aytilgan hadislarda ham Alloh subhanahu va taolo mo'min kishini o'tmishdagi qilgan gunohlarni Alloh kechirishni va'da qilyapti. Ana shundan oldin Alloh subhanahu va taolo shart qo'yadi. Har bir hadis shart kelyapti. Man deb kelyapti. Ana shu shartga kim vafo qilsa, Alloh subhanahu va taolo uni o'tmishdagi qilgan gunohlarni Alloh taolo kechirishni va'da qilyapti. Alloh taolo ash-shakur degan sifati bor. Ash-shakur degan sifati mo'min kishi ozgina amal qilsa, Alloh taolo ko'p qilib beruvchi degan. Mana bir oy roza tutamiz, sharti iymon va ihtisoban bo'lishi kerak. Bir oy roza tutamiz, Alloh taolo o'tmishdagi gunohni kechiradi. Bir odam 60 yoshga kirganda roza tutdi. 60 kirganda roza tutdi. Bir oy roza tutdi, haqiqiy iymon keltirib ihtisoban hadis talab qilinganday. Alloh subhanahu va taolo ana shu balog'at yoshiga yetgan ana shu paytgacha bo'lgan gunohni Alloh taolo kechirib yuboryapti. Mana Alloh taolo bu ash-shakur sifatidan. Ufira lahu ma taqaddama min zambi deyapti Alloh taolo. O'tmishda qilgan gunohlarni Alloh taolo kechirib yuboradi. Takror aytamiz, gunoh kechiriladi deganda bu kichkina gunohlar. Katta gunohlarga inson chin yurakdan Alloh taolaga tavba qilishi kerak. Mayda gunohlarni Alloh taolo mana shunday kechirib yuboradi. Alloh taolo hammalarimiz mana shu hadisga muvofiq qilsin. Alloh taolo qilayotgan darslarimizni davomli qilsin.